Navbatdagi jang referisi Izzatilla Sharipov. Diqqat qilamiz do'stlar. Yana bir o'zga xos tarixiy voqea. Ikkinchi jangimiz Atayev tarixida ilk bor ayollar o'rtasida bo'lib o'tadi va ishtirokchilarni taklif etamiz. Ko'k burchakka please welcome to the blue corner. She is from Azerbaijan. Humay Husaynova. Humay Husaynova birinchi bo'lib oktagonga chiqib kelmoqda. On 9 yoshli ushbu sportchi 2006-yilda tavallud topgan. Zagatala shahridan sport ustaligi nomzod. Olimpiya sport klubi a'zosi 1.64 m bo'yining balandligi 57 kg. Ikkita jang, ikkita g'alaba. Mag'lubiyatsiz odimi bor uning. Va uning raqibasi qizil burchakka taklif etamiz. O'zbekiston Toshkent shahridan Hilola Sobirova. Endi Hilola Sobirova garchi mamlakatimiz miqyosida jang olib bormagan bo'lsa-da, professionallar orasida, ammo anchagina nomdor. Professionallar orasida boksda chiqqan, uni ko'rganmiz, grappling bahslarida ishtirok etgan, kuzatganmiz. Aralash jang san'atlarida mana buni tezkorlik bilan chiqib kelmoqda Hilola Sobirova o'z tabassumi bilan. Kuchli grappler. Zardolik borasida ham aynan mana shu Samo sport majmuasida yangi nisbatan jang olib borgan edi. Ahmad O'zbekiston Ahmad Boxing hamda Top 7 Fighters hamkorligida o'tkazilgan boks kechasida Hilolani ko'rgan edik o'shanda. So'nggi jangi Senbati Muketiga qarshi chiqqan ochkolar bo'yicha VKG turnirida g'alaba qozongan. Shahzoda Jumanovaga qarshi boksda aytib o'tdik, nokaut birinchi raundda mag'lubiyatga uchrashgan. Zardolik borasida ham parteri ham Hilola Sobirovaning kuchli. Bu tarixiy voqea. Yana bir boyda tuman o'zbekistonlik ayol sportchi, ayol jangchi aralash janglarda professional orasida birinchi bor oktagonga chiqib kelishi. Xalqaro miqyosda ko'p sportchilarimiz juda ham ko'p. Kirovani eslaymiz. Alangalik salom agar bevosita translyatsiya kuzatib bo'layotgan bo'lsa, ajoyib sportchimiz Hilola o'zi ham Shohida Rahimovani kuzatganmiz. Eshitamiz. По вольной борьбе тренер Гузал Зутова представляет спортивный клуб «Олимпия». Рост 164 сантиметров. Профессиональный рекорд. 2 боя, 2 победы. Поприветствуем Humay Husaynova. Qizil burchakda sportchi 26 yoshda. U O'zbekiston Toshkent shahridan. U grappling hamda pankreaton bo'yicha xalqaro toifadagi sport ustasi, MMA bo'yicha sport ustasi, ko'plab turnirlarning
g'olib va sovrindori murabbiyi Eldor Rixsiyev. Old School sport klubi a'zosi. Bo'yi 170 cm, professional natijasi 6 ta jang, 3 ta g'alaba, 3 ta mag'lubiyat. Olqishlaringiz Hilola Levitsa Sobirova. Demak, jang boshlandi. Endi Hilolarni qanday uslubda jang olib borishni yaxshi bilamiz. Raqibasini ko'rishimiz kerak albatta. Nima taklif etadi? Ba'zi saralash jang sanatlari. High kick Sobirovadan. Bo'y borasida ustunlik bor. Mana shu antropometrik ustunlikdan ham foydalanish kerak. Kutyapti. Round kick. Nigohga e'tibor qarating, mana shunday pallada Hiloli tabassum bilan chiqib kelgan. Yuzi qolmadi. Jiddiy tizada kuchli zarba yo'llashga muvaffaq bo'lyapti, raqibasini yiqityapti, ammo parterga o'tmayapti. Sezdi mana shu zarbani. Humay Husaynova. Yana bir high kick tegyapti mo'ljaliga, chap qo'l yon taraflama zarba. Bo'ldi. High kick mo'ljaliga borganidan so'ng bu yog'iga hech narsa qolmayapti. Hilola Sobirova darajasi boshqacha ekanligini amalda namoyish etib berdi. Va ikkinchi jang ham birinchi raundning o'zida yakuniga yetmoqda. Jang refrisi birinchi daqiqa 10 soniyada to'xtatdi vaqtda. Texnik nokaut bilan g'alaba qozonmoqda. Qizil burchak Hilola Levitsa Sobirova. O'zbekiston. Va Hilola Sobirovaning qo'li baland ko'tarilmoqda. Ikkinchi jang, ikkinchi g'alaba ajoyib. Ketma-ket. Endi bilinib turibdi, ozarbayjonlik sportchi anchagina yosh nuqtai nazardan ham. Va bunday pallada bahsni olib borish biroz qiyinroq. Do'stlar, bizda qisqa tanaffus, ekrandan uzoqlashmang. Reklama darhol qaytamiz.